O'zi o'g'lim bor deb quvonamanmi men? Ye, assalomu alaykum dada, keling. Sen ko'chib ketganingdan beri pulingning hisobini menga aytmay qo'yding. Dada, ishlardan ortib bora olmayotgandim. Menga har oy $500 berib turasan. Ertaga kelgunimcha $500 tayyor qilib qo'ygin. Ha, bo'pti. Bugun kechga $500 olib borib beraman. Menga oq-qora shart emas, menga yoqmadi. Menga mana shu oqni o'zidan alkafon sifat qilib berasiz. Bu o'g'il dadam qanaqa mashina minyapti deb o'ylamaydi ham. Assalomu alaykum dada. Uzr aka, hozir birmin dadamlarga shunday qarab olay. Bemalol aka, otalarda haqqi bor. Ha, keling dada. Meni o'rtog'im kecha Kia karnaval olibdi. Menga ham o'shandan qilib berasan. Bir hafta muhlat. Minib yurgan mashinam yo'qat. Ha, bo'ldi, men olib beraman dada. Siz ko'ngil to'q qiling. Ukam, bu dadangiz aytgan qimmat mashina lekin. Bir haftada pulingiz yetarmikan? Ha aka, o'zlariga olib bergan mashina ham bitta qimmatroq mashina edi. Shuni sotib, ha ustiga qo'shaman. Allohga oson aka. Ukam yashang. O'zim ikkilanib turdim. Sizda qildiraymi yo'qmi deb. Endi ishonchim komil bo'ldi. 100% sizda qildiraman. Sizning mehnatingizning halolligi otangizni xursand qilayotganingizdan ayon. Ertagadan ishni boshlayveringlar. Rahmat aka. Ismoil, bugunga ulguramizmi? Ikkita brigada kutib qoldi ishni. Ha, ustaga tayyor, mashina kelsa yuklab berib yuboramiz. Ustaga, shu ko'nglingizga kelmasa bitta gap aytsam maylimi? Ha, bu deyman, amakimlarga o'gay emasmisiz? Nimaga bunaqa deyapsan? Ha, yo'q, ustaga noto'g'ri tushunmang. Endi aytaman, siz sharoitingizni bilmasa, mashincha pul deb so'raydilar. O'g'limda pul bormi, yo'qmi deb o'ylab ham o'tirmaydilar. O'rtoqlari yangi mashina olgan bo'lsa, dadangizlar ham olishlari shartmi? Uni ustiga o'zlari minib yurgan mashina ham uncha-munchasida yo'q. Bir haftada qanaqasiga olib berasiz u mashinani? Shuni ham o'ylashlari kerakmi? Ha, shogird, tushunadigan. Sen ham bola bo'lgansan, men ham bola bo'lganman. Aytchi, yoshligimizda maktabga ketayotib pul so'raganimizda, dada cho'ntagingizda pulingiz bormi, yo'qmi deb so'raganmizmi? Xo'p, o'rtog'imiz bitta yangi velosipedda chiqdi. Dadamizga shart qo'yganlarimiz esingdami? Dada, o'rtog'imni dadasi yangi velosiped olib beribdi. Menga ham olib bering. Men ham o'rtog'imdaqa velosiped mingim kelyapti deganmiz. Olib bermaganlariga qo'ymaganmiz. Dada bir haftada qana olasiz deb so'ramaganmiz. Lekin o'shanda dadalarimiz shu bolam xursand bo'lsin deb cho'ntagidagi bor pulni bergan. Shu o'rtog'imiz qanaqa velosiped minsa, shunaqa velosiped olib bergan. Nimaga bilasanmi? Chunki bizni jonidan ortiq ko'rgani uchun. Endi aytchi, otamiz bizga muhtoj bo'lganda biz otamizni yaxshi ko'ra olmaymizmi?